Yani pikaplar endilikda issiqina tandirdan chiqqan mana zavod yonidan oyam isib ketdi, shu uchun bir bosh para qilib turgandik. Shu bir kun, 2 kundan keyin ujur qolmaydi. Ana bu hozir hammasiga shartnoma berib pullar to'lovlari qilingan. Aynan bu siz uchun azizlar. Bunaqangi chansni imkonni qo'ldan boy bermang. Mo'chilarda bu zamonaviysi ekanda. Shunaqa. Shunga labo yuklasa bemalol laboni torta oladi shu mashina. Lekin mana shu oqib yurgan akalarimiz uchun mashinani zo'r qilgan. Ochig'ini aytsam, men o'zimga Jak olganman. Jak GS6 mashinamni olib dadamga sovg'a qilganman. Narxini siz bilasizmi? Narxi qancha? Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive admini Islomcha. Aziz do'stlar, Primoy zavodda biz do'stlar issiqina tandirdan pikaplarni batafsil ma'lumotini beramiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga padilsaq qo'yasizlar. Nimaga tandirdan deyapman? Ya'ni bu mashinalar endilikda o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Xudo xolasa Shetto'zdan minib ketishingiz mumkin. Nima deyapti mashina? Bitta baho bering, batafsil videosini ko'rsatamiz. Zavoddan yangilik do'stlar, ya'ni pikaplar endilikda issiqina tandirdan chiqqan mana zavod yonidan ulgurmayotgan mashinalarni shaxsan ko'rsatish maqsadida yetib kelganman. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga padilsaq qo'yasizlar. Mirzohid aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Muzdakkina maza qilib o'tiribsizmi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamaysiz aka? Xudoga shukr. Aka, havoyam isib ketdi, shu uchun bir bosh para qilib turgandik. Gap yo'q. Bular boya aytdingizki, umuman ulgurmayapti dedingiz. Ha, shunaqa. Sababi nima? Xo'p, men olganda Jakni pikaplarni общий T8 bo'ladimi, T9 bo'ladimi? Islom aka, bu mashina keladi, shu bir kun, 2 kundan keyin ujur qolmaydi. Ana bu hozir hammasiga shartnoma berib pullar to'lovlari qilingan. Bular nasib bo'lsa olib ketadi, lekin zapasda bor, xavotirlashmasiz, zapasda bor. Xo'p, buni sababi nima deb savol berasiz? Sababi endi ochiqni aytaman. Bu o'z konkurentlar orasida birinchi sababi sifat. Har doim sifat. Ikkinchi eng katta omil bu narx. Narximiz eng arzon, sifatimiz eng yuqori. Shu uchun ozgina hozirgi paytda ulgurmayapmiz. Lekin agar to'lov qiladigan bo'lsalar, hozir shu kecha kunda to'lov qilsalar, gap bo'lishi mumkin emas, gazini bosamiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Qaranglar do'stlar, bir taxminan sanab ko'raman. Bu yerda ana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, 10ta. Mana yerda ikkita turibdimi? 13 ta deylik, 13 ta. 14 ta, 15 ta, bir 20 taga yaqin mashina turibdi do'stlar. Issiqina tandirdan chiqqan, bu ham 90% sotilib bo'lganmi? Shunaqa. Hozir ranglari bo'yicha oq bor, qora bor, keyin grey deydi, shu mokra asfaltmi shunaqa. Ranglari tayyor. Xullas qalon payti urib qoling, shu payt olib qoling. Keyingi partiyamizni bilmadim. Bir oymi 2 oy kutib qolishingiz mumkin. Aytgancha bu kimga qiziq deyishingiz mumkin. Agar siz misol uchun neft gaz sohasida ishlaysizmi yoki qanaqandir bir cho'llarda yoki tog'li qirlarda ishlaydigan misol shunaqa geofizik tashkilotlar bor, geofizika boshqa tashkilotlar. Aynan bu siz uchun azizlar. Bunaqangi chansni imkonni qo'ldan boy bermang. Inshaalloh bor, ha. Bu nima uchun desangiz, bir vaqtning o'zida 3 xil rejimda ishlaydi. Shahar rejimi bor, tog' rejimi 2 xil bo'ladi. Tog'da понижение скорость bilan ham, повышенный скорость bilan yuqori va pastlangan скорость bilan harakatlanishingiz mumkin. Shu bilan birga uchinchisi eng katta bir qumlik demaydi, cho'lli zonada yuradi. Buni nimasi bor? Mashina botib qo'yotgan paytda qolgan oyoqlari shu pikap shunaqa ekan. Qolganlarini chiqarib ketadi. Aniqroq cho'lda botib qolmaydi bu mashina. Gap yo'q. Bu mashinani to'g'risi men o'zim ham minib ko'rganman. Nima demoqchiman bu gapim bilan do'stlar? Ya'ni yumshoqlikni xohlayapsizmi? Konkretni siz o'ylagan yumshoqlikni bera oladi mashina. Xudo xolasa off-roadga chiqqaningizda ham ancha-muncha joyda misol uchun tayib bo'ladi deb o'ylamaysiz. Oilaviy maza qilib, ayniqsa hozir piknik mo'yda bo'lyapti. Piknikka olib, rasam mingan payti to'g'risini. Clearance'larga to'xtaladigan bo'lsak, ochig'icha clearance 40 sm yerdan balandligi. 40 sm. Keyin mana bu shinalarga e'tibor berib qo'yayotgan bo'lsangiz, shinalarda ham clearance'ga joy ajratilgan. Ochiqni aytaman, ko'pchilik bizga aytganki, katta shina qo'ysak bo'ladimi? Azizlar, qo'ysa bo'ladi, lekin faqat shahar ichida ham mo'ljallangan bo'lib qoladi, shahar ichida yurishga. Bu clearance'ning ko'pligi sababi nima uchun desa, ham bu tog'da, ham qumda yurishga aynan shunaqa qilingan ekan. Surib yurishda tog'da ham.
Mayli tep olmasligi uchun. Xo'p, orqada sensorli datchiklarimiz bor, 360 kamerasi bor avtomashinada. Bu joyi o'ylamanglar, ya'ni salga tushib ketadi deb o'ylamanglar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Necha kilosiz? Vesiz? Tak, 100 kilo bo'lsa. 100 kilo, plus minus 100 kilo odamni mana bemalol ko'taryapti do'stlar. Ya'ni eshigini o'zi. Endi bunga nechta tonna ketarki? Bu gruza podyomni o'zi ochiqni aytaylik, 1,5 tonna degan. Endi bularning motori 2 turbina bo'lganligi uchun bemalol 2 tonnagacha oladi. Labochilarda bu zamonaviysi ekanda. Shunaqa. Shunaqa labo yuklasa bemalol laboni to'rta oladi shu mashina. Gap yo'q, gap yo'q. Ichki interyerini ham bitta ko'rsataylik buni aka. Nima deysiz? Qaranglar, orqa stoplari ham neobishni ishlov berilgan avtomashinaga. Gap yo'q. Haligi bitta narsani ko'rib qoldim internetda. Ya'ni orqa kamera bilan video olishdi, bash pick-upni nimasi bilan. Adashmasam qanaqadir poyga nimasida. Xo'p, rollariga e'tibor berasizlar. Multi-rol avtomashinamizda, lekin mana shu oqib yurgan akalarimiz uchun mashinani zo'r qilgan. Shu tagini ushlab oladi, oqib yursa maza qiladi. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin, off-roadga chiqqanlaringda juda bob avtomashina hisoblanadi. Elektronika, nari tomoni ham elektronika, kojniy salon, perforatsiyalik. E'tibor berasizlar va avto hold ham bor, o'rtada monitorimiz ham bor. Shunaqa monitor. Mana bu yerlarimiz koja, bu yerlarimiz yumshoq plastik. E'tibor berib qo'yasizlar. Do'stlar, xullas avtomat korobka, buni mexanikasi yo'q. Bu T9 bo'lganligi uchun bu avtomat chiqqan. Agar mexanika qidiradigan bo'lsalar, T8 bor. U xuddi shuni o'zi bo'ladi. U lekin mexanikada bo'ladi, narxi arzonroq, jicha arzonroq bo'ladi. Undan ham muammo yo'q. To'lov qiladilar, sirazi hal qilib beramiz. Inshaalloh. Kimda kim qiziqsa, bosib o'raverasizlar. Kakras bitta minib ko'rsak bo'ladimi-ki? Yo, mayli. Zavod qilib haydab turing. Yo, nima qilmadiku, mayli. Bitta ko'rsatib qo'ying, men nimani, ichlarini, bu tomonlarini ham mana. Zavod holatda do'stlar, e'tibor berasizlar. Mana. Xullas, mashina rasa maza qilib mingan. Sababi bunga hali to'g'risini aytadigan bo'lsak, minishga ruxsat olmaganmiz. Ruxsat olsak, xudo xolasa test drive ham qilishimiz mumkin bo'ladi. To'g'rirog'i men o'zimga lozim topmadim. Ya'ni issiqqina tandirdan chiqqan mashinani keling, o'zingiz minib ko'ring inshaalloh. Xudo xolasa. Nima dedingiz aka? Shunaqa, motorni ko'rsatamiz kerak. Ha, keling, motorini ko'rsataylik. Narx-navosi bo'yicha motordan so'ngmi? Ha. 2 marta tortildi. Hoppa. Bu zavodskiy bo'lar ekanda, bunaqa nimalar bilan, ha? Oldi pnevmada, qatram oldi zashitlanlar bilan keladi. Bu uchun rahmat, Jakka rahmat. Hop, motorimiz 2 turbinada. 2 turbina. Buni gibridi ham bormi ehtiyot aka? Yo'q, hozir gibrid yo'q, lekin dalneyshi bo'lib qolish kutilyapti. Shunaqa bir taklif berganmiz, qilib beramiz deyilgan. Inshaalloh. ABS sistemalarimiz bor, do'stlar. Ichki to'la turibdi, ichi. Euro 6 da. Aka, misol uchun aytaylik, o'zimga yoki qarindoshimga olmoqchi bo'lsam deylik, yoki bo'lmasa o'zingizga aytaylik. Olsangiz, tavsiya berasizmi yo'qmi? Yo'q, men однозначно. Yana bir o'ylab ko'rishmasdan, ha bu sotadi shu uchun o'zini mana T8 o'zini molini o'tqarish uchun deyapti. Yo'q, unaqangi emas azizlar. Ochiqni aytsam, men o'zimga Jack olganman. Jack GS6 mashinani men olib dadamga sovg'a qilganman. Men shu paytgacha o'sha GS6 dan bironta kamchilik yoki ayb nuqson ko'rganim yo'q-da. Mashina mazza, yumshoq gap bo'lishi mumkin emas. Bu T8 hisoblanadi. Mana shu pikapni mexanik korobkaligi mana. Mexanik, hali arzonchi versiyasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, lekin arzon bo'lishiga nisbatan cruise kontrollari bor. E'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Mexanika korobka, monitorlarimiz bor. Bu mashinada ham ana. Gapim mana orqa ko'rinishlarni ham xudo xolasa behijolat. Yo'q, bemalol ko'taradi bu. O'zi bu asli piknik uchun bo'lganligi uchun men chiqib o'tirilish uchun kelib hamma bunga kelib o'tiradi yoki bu yoqqa stol qo'yiladi-yu. Shu uchun o'zi qilingan. Bu misol uchun bu shunchaki chiqdi deb uchun emas, o'zi asli shunga mo'ljallangan, odam o'tirish uchun mo'ljallangan. Aka, bitta xayol keldi aka. Misol o'zim ham piknikka o'kini chiqdim, maza qilib bordim. Ikkita o'rtaq deylik. Aytaylik, ko'k materiallarga trend bo'lyapti-yu, nimalarga tashab yuborilyapti. Ko'k metal. Nima? Ikkitani yonma-yon qo'yib turib, o'rtasiga 5 metr joy ajratib turib, shuni ponni tashab yuborsa bor-ku, palatka bo'ladi. Palatka bo'ladi-da. Lekin bori gap yo'q. Xullas, bu mashinani olmoqchi bo'lganlarga narx qanaqa? Qanaqa to'lov usullarimiz bor? Xo'p,
Buni narxi tak. Jonik. Jonibek. Hey! Jonik! Mayli, ichkariga kiramiz, Asha akadan so'raymiz. Nima deysiz? Asha akani ham gapga tutamiz. Hormay aka? Hormay, salom alaykum. Narxini siz bilasizmi? Ha. Narxi qancha? Hozirgi kunda 399 million 600. 399 million 600 ming so'm. Narxi mazza ekanmi-chi? Muzda ekanmi? Gap yo'q. Oftobda ham shu issiqda ham bildirmas ekan. Ha? Xohlasa. To'lov usullari qanaqa aka? To'lov avtokredit bo'ladi, yo bo'lmasa naqdga. Avtokreditda. Xullas, iloji bo'lsa naqdga olinglar, do'stlar, naqdasa. Ha, xuddi shuncha yaxshi. Inshaalloh. Naqd pulga oladigan bo'lsak, qanaqadir chegirma, bonuslar bormi? Короче, naqdga chegirmaga va'da bera olmaymiz, lekin bonusini qilib beramiz. Haqiqatan ham bonusdan norizo bo'lmaydi. Inshaalloh. Kesinlar norizo bo'lib ketmaydi. Xudo xolasa. Kimda kim qiziqsa, pastda raqamni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Sizga ham kattakon rahmat. Ma'lumotlar uchun aka. Charcharing. Rahmat Islom aka. Alloh rozi bo'lsin aka. Sog' bo'linglar.